Pamela. Bunisini ichi sariq ekan. Men o'zi bu Pamelani kecha bitta qizni postida ko'rdimda. Apelsin mandarinlarga o'xshar ekan. Hidi ham sitrusovый. Bu qizni postida Pamelani mana bunaqa qilib archdi. Qo'lini kirgizib archdi. Qiynamay. Pamelani ham, o'zimni ham. Postlog'i rosa qalin ekan buni. Hidi ham noyob. Ko'rinyaptimi, sizlarga qiynalib ketdim. Qiyinroq ekan. Agar bunday qo'l bilan artadigan bo'lsanglar, men artib oldim. Это, наверное, aniqiga bog'liq, shevaga bog'liq. Meni shevam gulistoncha. Mana qaranglar. Mazasi zo'r bo'lar ekan buni. Zo'r. Guliston shaharda bu mevalarni, noyob mevalarni 24 soat sutkasiga dostavka bilan sotishadi. Videoni tagida nomerlarini qoldirdim. Murojaat qilsanglar, Yandex taksidan yetkazib berishadi. Zo'r ekan, homiladorlar bo'lsa, yegisi kelayotgan bo'lsa, sochniy, mazasi zo'r. Mandaringa ham o'xshamaydi, apelsinga ham o'xshamaydi, lekin mandarinning ham ta'mi bor, apelsinning ham ta'mi bor. Ikkalasidan ham shirinroq. Zo'r. Keyingi videoda mana bularni ochib yeb ko'ramiz. Qaranglar. Ajoyib g'aroyib meva. Oldinlari yo'q edi shunaqa O'zbekistonda. Zo'r ekan.